Bugun 29-aprel Xalqaro fabrik kasalligi bo'yicha xabardorlik kuni. Fabrik kasalligi haqida juda ko'pchilik bilmaydi, lekin bu juda noyob genetik kasallik bo'lib, uni o'ziga xos belgilari mavjud. Misol uchun, buyrak bo'yicha muammolar, yurak bo'yicha muammolar, nevrologik, ya'ni asab muammolari va bir qator boshqa sog'liq bilan bog'liq muammolarning sababi bo'lishi mumkin. 30-40 yoshga yetgan erkaklarda insult, infarkt, buyrak yetishmovchiligi va bir qator boshqa muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallik juda ko'p vaziyatlarda yashirincha kechib, asl sababi bilinmay qolib ketadi. Buyrak yetishmovchiligi, buyrak ko'chirishga sabab bo'ladi. Bundan tashqari yurak yetishmovchiligi va infarktga, bosh miyaga qon quyilish, insultga sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallikni o'ziga xos farqlay oladigan xususiyati bu angiokeratom hisoblanadi. Terida juda ham o'ziga xos toshmalar, bundan tashqari ko'z, quloqda zararlanishlar bo'lishi mumkin. Ya'ni xalqimiz aytgandek zreniya tushib ketishi, ko'z shoh pardasida xiralashish paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari eshitish xususiyati pasayib ketishi mumkin va hokazolar. Agarda sizda shunga o'xshash belgilar bo'lsa, quyidagi raqamlarga murojaat qiling va o'z savollaringizga javob toping.